4 kunlik chaqaloqning cho'ntagida 40 milliard won bor paytda siz qachon uylik olaman, qachon kreditlarimni yopaman deb o'ylab yuribsiz. Gap albatta Kalmar o'yini filmidagi 222-ishtirokchi haqida ketmoqda. 27-iyun kuni premyerasi bo'lib o'tgan Kalmar o'yini 3 seriali 3 kun ichida o'z rekordini yangiladi. Film 3 kun ichida 60,1 million dollar natija bilan Netflixning bu vaqt ichida eng ko'p ko'rilgan seriallardan biri bo'ldi. 93 mamlakatda bir kunda yetakchi filmga aylandi. Filmning yakunini haqiqiy dramatik final desak bo'ladi, sababi bosh qahramon Gi-hyun o'z jonidan voz kechib bo'lsa ham chaqaloqni qutqarib qoldi. O'z otasi chaqaloqni pul sababli o'ldirmoqchi bo'lib turgan bir vaqtda hatto pul haqida o'ylamasdan uni qutqardi. Filmda g'olib bo'lgan va 45 milliard wonni qo'lga kiritgan chaqaloq aslida sun'iy intellekt orqali yaratilganini bilganimda to'g'risi hayron qoldim. Filmning so'nggi soniyalaridagina haqiqiy boladan foydalanilgan ekan. Xalqaro premyeralardan keyin tomoshabinlar e'tiborini tortgan daqiqa yakuniy sahnada aktrisa Keyt Blanchettning nazoratchi sifatida to'satdan paydo bo'lishi bo'ldi. Gollivud aktrisasining filmdagi bu ko'rinishi endilikda Kalmar o'yini boshqa davlatlarda ham davom ettirilishini anglatadi. Birinchilardan bo'lib Amerikada. Hattoki bu spin-offga David Fincher rejissyorlik qilishi, bosh rolni Leonardo DiCaprio o'ynashi ham aytilmoqda. Albatta, bu ma'lumotlar hali rasman tasdiqlangani yo'q. Siz Kalmar o'yini filmining amerikancha versiyasi suratga olinishi haqida qanday fikrdasiz? Izohlarda yozib qoldiring.